Olamga bitta surpriz qilishga olib ketyapman. Nima deb o'ylaysizlar? Mana nima deb o'ylaysiz? Mana bu. Chiroyli bo'lib yasansam kiyim olibsizlar ekan. Bir bola qiz narsa. Hozir ko'rsataman. Ana keldim, ham surpriz sizga ko'rsatishga. Hovli bor, mashinangiz bor. Anchadan beri dacha holatidasiz. Dachani bosh og'rig'i ko'p, shaharda ko'ryapsiz, yozda isib ketyapti, bir xillarda havo yetishmaydi. O'shanga Oqtosh avenyuda, mana Oqtosh regionidan o'zingiz bilasiz, Oqtoshda eng toza havo. Shu yerdan apartament olib berdim. Hozir hammasini ko'rsataman. Tayyormisizmi? Mana bizani 5-etaj, bizani xonadon eng zo'r planirovkalardan biri, sababi butun shu tog'larga qaraydi. Mana bu remont bo'layotgandan qo'rqmang, hammasi remont bilan topshiriladi, boshimiz og'rib o'tirmaydi. Apartamentimiz bizani bu yerdagi 69 kvadrat mana bu yerda. Mana bu zalimiz bo'ladi. Bu yerda mana mini kuxnyamiz bo'ladi va hamma narsamiz bo'ladi. Uni ustiga mana bu как раз mana dostуп balkoniga. Boshim osmonga yetdi bolam. Orzu edi-ku bu ham. Bu ham bir orzularimizdan biri. Ana rayhondan shurasi bor, bunda choy bilan chiqasizda baxtli bo'laman. Albatta qachondir.